Diqqat, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet 18, 19, 20 va 21 may uchun O'zbekistonda kutilayotgan ob-havo prognozlarini e'lon qildi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bunga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 18-19 may kunlari havo issiq va quruq bo'ladi. 20-21 mayda shamol kuchayishi va ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja, kunduzi 31-37 daraja bo'ladi. Buxoro va Navoiy hududlarida juda issiq ob-havo saqlanadi. Ayrim joylarda shamol kuchayadi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 37-42 darajagacha yetadi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida 18 may kuni qisqa muddatli yomg'ir ehtimoli bor. Keyingi kunlarda yana quyoshli va issiq ob-havo kuzatiladi. Harorat kechasi 17-22 daraja, kunduzi 32-38 daraja bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida juda issiq va quruq havo davom etadi. Ba'zi hududlarda harorat 43 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat kechasi 22-27 daraja, kunduzi 39-43 daraja bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'onada ob-havo asosan ochiq bo'ladi. 19 mayda ayrim hududlarda bulutli ortishi mumkin. Harorat kechasi 18-22 daraja, kunduzi 33-39 daraja bo'ladi. Xulosa qilib aytganda 18, 19, 20 va 21 may kunlari O'zbekiston bo'ylab yozgi issiq kuchli bo'ladi. Janubiy hududlarda juda yuqori harorat, ayrim joylarda shamol va chang to'zon kuzatilishi mumkin. Do'stlar, shu va shunga o'xshash videolardan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting.